Suvni qarang, mana bu suvni. Bu mashinada suv nima qiladi bu, ha? Bu hammani miyasiga chiqayotgan muammo bu. 50 ta mashina keldi mana shu problema bilan bizning oldimizga. 100 tadan ko'p odam telefon qilib maslahat so'radi. Kerak, men sizlarga shu narsani o'rgatib qo'ya qolay. Sizlar bu narsani yechimini menga olib kelmasdan o'zingizlar yechib boringlar. Faqat shu videoga bitta like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Endi mana qarang, suvni qarang, mana bu suvni. Bu mashinada suv nima qiladi bu, ha? Shunday mashinada. Bu qayerdan kiradi bu suvlar? Eng katta kiradigan ashadiy teshigi mana masjid bo'ladi. Mana. Başta hamma mashina Cobalt eskirgan sari mana mashinadan chiqib ketadi. Ikkinchisi mana yerdan kiradi. Kattani ukasi, bu teshikdan. Mana bu yoqda ham bor xuddi shunaqa teshik. Ana endi yuringlar bagajga o'tamiz. Bagajida ham mana mashina teshiklari bor. Mana mashinadan kirishi mumkin. Mana yerda ham bunaqa joylari bor. Mana bu defekt, mana teshilgan shunaqa narsalarga e'tibor beringlar. Hamma yog'ini yopdingiz, baribir suv o'tyaptimi? Yana bitta joydan bo'lishi mumkin. Elektrik agar sizga pult qo'ygan bo'lsa, elektrikka olib borib so'rang, qayerdan teshgan. Xuddi o'sha joyini yaxshilab yoqib borsa bo'ldi. Shu bilan mashinangiz necha yillar qo'qorib yuradi. Shu ko'rsatgan joylarimizni o'zingizlar germetikka qilib olsanglar bo'ladi. Germetikani Kozmakdan olsanglar bo'ladi. Agar o'zingiz qilishga erinsangiz, meni oldimga olib kelsangiz, men cho'tka qilib shumka qilib beraman birato'la. Umuman suv o'tmaydi. Mashina ko'pda bo'ladi. Xizmatingizda har doim donzafar.